Akfa alyumin korishneviy profil. Oynasi bir qavat yodviy gulli. Bu alyumin profilimizga pastiga alkafon qo'yilgan. Suv tegsa, nam tegsa, chang tegsa bir marta artib qo'ysa tozalanadigan material. Alyumin akfa bilan bir xil material. Oynalari bir qavat aytgandek. Bu uyga hammasini o'zimiz qo'yganmiz. Operativ tepaga chiqaramiz. Eshiklarni ko'rsatamiz sizlarga. Ochilishlari mana ikkitadan bo'lgan. Mana eshigimiz kattaroq profil. Bularimizni profili 6 deyiladi. Eshiklarimiz baquvvat, yaxshi ochilib, yaxshi xizmat qilishligi uchun 12 sm profil qo'yilgan. Ham bagati ko'rinadi. Eshigimizni ochilib yopilishlarini ko'rsataman mana sizlarga. Akfa emblemasi bor. Mana. Marhamat. Ichkaridan havo aylantirishni hisobiga olganmiz. Tepaga fortcha qo'yganmiz. Aslida mana ikkitadan ochilyapti. Zamoylarga keladigan bo'lsak, zamoylar akfamizdan metallический, plastmassa emas, metallический. Hamma yo'q alyumindan, metalldan. Rezinkalarimizga keladigan bo'lsak, rezinkalarimiz profildan 3 mm, 4 mm dan chiqib turadi tashqariga. Yomg'ir tegsa, suv bilan yuvganingizda sizga hech qanday suv o'tkazib bormaydi. Changni umuman o'tkazmaydi. Qavat yo'llik tepasi yopish uchun ikkitadan ochiladigan alkafon profil. Eshigimizni ko'rsatamiz mana sizlarga qaytadan ochilib yopilishlarini. Mana zamoylarni asli o'zimizdan. Agar sizlarga ham shunday akfa kerak bo'lsa yoki narxini bilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasiz. Like bosishni esdan chiqmang.